To'g'ri gapmi? Yo, to'g'risi ham-da, aka. Mamta pul sevgini, puli yo'q odam bilan sevisharmiding o'zing? Ukam hayotimda yashab bergandek gapirmagan. Men mahrga hech balo olmagan qizmanman. Ishon? Mahrga poq ham olmagan qizman bo'laman. Prям lo'q qizman bo'laman, bolam. Nima deyapsan? Sendagi zibillar qadriga yetmaydi-da, keyin yurishadi, "Yo, sevgi faqat mana shunaqa deb." Aka, qiz bola sevib qolsa, o'zi rasxod qiladi, ishoning, to'ppa-to'g'ri. Turishingdan ma'lum. Siz ham mahrga gelik so'raysizmi, qizcha aytganidek? Nima deyapsizlar? Ey. Sizni yaqinroq tanishgisi kelyapti menimcha men bilan. Походу. Rostdan ham-da, men prям mahrga hech nima so'ramagan qizmanman. Mahr nimaligini bilmagan qizmanman, tushunyapsizlarmi? Mahrga gelik so'raganim bilan, Xudoga shukr, meni ana ota-onamda yo'q narsani so'ramayapman men. Uyimdagilar anaqada gelik ko'zda yuradi. Rahmat, bunaqani ko'ra olmaydigan joyim yo'q mana. Men bitta o'tirib olib, mak qilmaylar menga. Ketib qolsam, orqaga qarab yiqilib, shadaq etib. Hoji opa, assalomu alaykum. Nargizaxon, keldingizmi? Nargizaxon, tuzumsiz, to'g'rimga. Boshlashdimi domlalar, gapirmang. Siz ham mahrga gelik so'raysizmi? Men aytibman, mahrga men poq ham so'ramagan odam men bo'laman, deyapman-da, to'g'risi ham-da. Tobaqsam, qizligim tekinga ketgan deb qo'ysam. Shuchu. Endi, не шучу, конечно. Allah rozi bo'lsin. Не шучу, но endi gelik ham kam shunaqa aqlli qizga. Вот именно. Ana de to'g'ri qilgansiz, voy. Fatvochilar hammasi shu yerda, gapirmang. To'g'ri qilgansizmi? Men to'g'ri qilganman. Sandakilar mana bunaqa narsa-da, ayolim mahrga hech nima so'ramasa-da, deysanlar-da, lekin bilmaysan naryoga borganingda Xudo seni qatlaga olib kelishini. Men bunda qutga qisib yurgan faqat iltimos. Nargiz o'zingiz qarang, cho'tta boru shu bir mahrga so'ramagan payting tupoy bo'lgansan. Oning tupoy bo'lgan. O'shaning uchun mana shu qilsam, sendagi tupoy odamlar hayotga yaralib kelgan. Prikin. Ko'rding, seni yaralish istoriyani aytib berdim hozir. Bolangiz ham bormi? Yo'q. Men birov yashaganman. Bo'ldi. Bo'ldi. Asab pasrili e'tibor bermay bo'ldi. Magniy bormi uyda? Magniy bir şey bor. Ichib olish kerak. Lekin men hozir ramashka choy ichuvdim, qaranglar. Ramashka choy ichib ham ancha nervimni uspokayivать qilib tursam ham, o'shanda ham davojiz qilishyapti-da. Turinglar davaychi, tayyorlanishimiz kerak. Yo'qchimizni qaranglar. Boshqa ishimiz yo'q. Bor-ku shuncha ishimiz men bitta. Shuncha ish bor men bitta. Sonya yo'q. Voy quyoshim. O shunaqa ko'cha issiq bo'tdi, endi boru qo'yaverasizlar endi. Borib Sonya. Qizim. Sonya. Voy. Qizim, men sizni ko'rib qoldim. Qizim. Привет. Ana de. Erkalanib qo'ysa-de, meni qizim, asha qizim. Sonya? Yo, savolinglar bo'lsa beraveringlar. Prosta anu tupoycha savol bermanglar-da. Ozgincha miyani ishlatib, o'zingizlar harakat qilib ko'ringlar. Agar savolga javob topa olmasanglar, beringlar. Men sizlarga savolinglarning javobini bor, oyog'ini osmondan qilib topib beraman, ishoninglar menga. Xolasa qolamasa. Britanskiymi? Yo'q. O'rganda savoldimi? O'rganga savoldimi o'zini? Gapirmang. Qilib yotibdi endi. Pul faqat komfort yaratadi, baxt olib kelmaydi menimcha. Sizning fikringiz qanday? To'ppa-to'g'ri. To'g'ri. Baxt olib kelmaydi. Chunki baxt bitta narsa deb o'ylayman. Baxt men uchun bu xotirjamlik. Chunki meni pulim payti ham bo'lgan, hamma narsam bor payt bo'lgan, lekin halovatim bo'lmagan.
huzur halovatim bo'lmagan. Halovatingiz bo'lmasa boru, mana bu shuncha turgan boyligingiz bor, 1 tiyinga teng. Dash 1 tiyinga ham teng emas, 0 ga teng. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa gaplar. Siz shunday qiziq qadriga yetmabdi. Qo'yavering, qo'yavering. O'ziga mos qiz topdi. Qo'yavering, o'ziga mos qiz topdi. O'qitadigan qiz topdi deydi ekan onasini, inson oldingi erini uydagilarni rost o'qitgan ekan degan qizig'i bor. Ish qilib shu meni o'qitib qo'ymasin deyman. Yo'q, men hayron qolaman. Erimdan ko'ra talog'ini ko'proq men berganman-da erimma. Yo rostdan men o'zim so'rab olganman-da, menga talog'imni bermasam bilan yashamayman deganman. To есть men o'zim ajrashishni xohlaganmanmi? Kimdir. Kulurmaylar. Bilmayman, o'shanda ham bor-u. O'shanda ham anu xotini bor-u, har bir storiesini kuzatib o'tiradi. Stories qo'ydim. Tushunasizlarmi? Nimaga? Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ha, Shahzod. Nima gap? Nima bor? Shahzod, o'zimizdan Shahzod Begomi? Охренеть можно, охренеть. Siz Moskvadan keldingizmi, akajonim? Men Shahzod bilan ham o'sha 2020-yil Begoda tanishganmiz, mana shu bola bilan ham. Qiziqsiz-da. Prostanamda, men storiesimda pishirib qo'yibdim uni. Hozirgi xotiniga tavba qilsam, hayron qolaman. Shunga kuzatadi sizni. Aldaysan-ku, Sardor. Nimani aldayman? Men ikkinchi telefon olaydi, men bu yerda o'tirib olib o'sha qiz akkauntini ham ko'rsataman. Har bir storiesimni ko'rib, men bu yerda kritsaga o'xshab o'tirishni ham ko'rsataman. Ikkinchi telefonim bo'lsin deb prosta ko'rsataman deyapman meni. Telefonim sizlarda-da. Salom onajonim, sog'indim. Sog'indingizmi balajonim? Aman yo'q. Oldin romashka choyi boshqacha bo'lardi. Qaranglar, boshqacha upakovkada chiqibdi. Romashka choyi sizning nervlaringizda men kabi tupoylashtirib qo'yadi. Men ham ko'ryapman istoriyalar. Lift malohat botirni. Hello. Xat kelmoqsan. Kiprigimni qildirgani. Semirib qopsizmi? Qorningiz chiqib qopti. Xitob Qarang-da. Xitob o'taymi? Yo, bilmadim, men hozir salonga o'tib ketaman, qachon chiqib kelaman bilmadim. Keyin Sonyani vitrinlarga boraman. Keyin kechki kinoga boramizmi, yo'qmi? Zveropolisga tushaylik, ani Sinister bor, что долбоёбский. Извиняюсь за выражение, что конченый. Mayli, men hozir salonda bir kecha borib teshib qo'y deydi. Maksimum Sen bilan telefonda gaplashib